qarang. Spinka oldiga, orqaga. Mana ko'taradi oldin. Tushadi. Atamaydi. Tepaga qilsangiz qo'lni chiqadi. Ikki ham dumaloq, ikkita qopi bor. Tepaga qilsangiz tepa, ikkala barobar, bu pastiga. Bu orqaga qo'yib yuborish. Mana bossangiz massaj deydi. Dumaloq bor o'rtaga. Ishlayapti. Bu abduf. Mana bossangiz yotib oladi sizdan. Yana qaytib bossangiz o'z holiga qaytadi. Bir abagra o'zin joyida. Assalomu alaykum akalar, mana bugun Tracker Premier mashinamizga Tracker 2 ga birinchi marta Depal S07 signasini qo'yib berdik. Boshqa narsa, endi bu boshqa daraja, boshqa masala umuman. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin, vaqti zo'r tushgan. Lekin bular mana o'zlarinikini zavod qilib qoldirdi, lekin koja bo'lgani uchun bir-biriga o'xshab chiroyli bo'lib chiqdi. Tracker 2 ga bu sidinalarimizni narxi nalichida ko'p, narxiga kelsak 850. O'zlariniki ham qo'shib hisoblab olib qolamiz. Bu sidinamizning narxi rangiga qarab qora rangi $850. Keyin oranjiy rangi bor, u $750. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r tushgan. Vashsha zo'r tushgan. Tracker uchun vashsha zo'r.